Ot, 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 ot. Tez ot, ot. Bo'lmadi. Ot tez. Eh, Bola. Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Pixeluz do'stlar. Bugungi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Bugungi videoda biz hozirda bilmadim nima qilamiz. Огородimizni nima tozalashimiz kerak bo'ladi do'stlar. Hozircha bilmadim endi. Yo-mayo bolalar. Hozirda огородimizni tozalashimiz kerak bo'ladi. Mana buni qaranglar, o'sib ketgan ekan. Hozirda do'stlar, mana bunga qaranglar. Chirib ketganmi, nima bo'lgan? Yo-mayo bolalar, buni ham tozalashimiz kerak. Endi ishlarimiz ham ko'p bo'ldi bolalar. Endi nima qilamiz? Bilmadim, hozircha polizimizni tozalab turamiz bolalar. Mana qaranglar, o'sib ketgan bolalar. Mana bu yerda hamma narsam buzilib yotibdi. Buzilib endi chirib ketgan. Buni ham tozalashimiz kerak bolalar. Hozirda огородimizni tozalaymiz bolalar. Tak, огородga boramiz. Tak, hozirda mana bu yerni tozalaymiz. O'sib ketganini qaranglar bolalar. Tak, mana uni hozirda yopamiz. Tak, mana uni qayerdan boshlaymiz? Mana undan boshlaylik. Tak, mana uni hammasini olib chiqamiz bolalar. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib ketinglar bolalar. Shuningdek, bizlar 4 ta bo'lishimiz kerak bo'ladi. Tak, mana hammasini tozalab boshlaymiz. Bu videoda mana uni hammasini tozalab olamiz. Ana uni uyimni chirib ketgan narsalarni hammasini tozalashimiz kerak bo'ladi. Tak, ikkinchisini ham ekib bo'ldik. Mana bunaqa qilib hammasini ekib chiqamiz bolalar. Tak, ana uni ham ekib tashlaymiz. Tak, mana uni ham ekamiz bolalar. Kanalga obuna bo'lamiz, like bosamiz. Obuna bo'lib ketamiz bolalar. Tak, mana uni hammasini bor ekan mana yerda suvda. Mana unda yo'qmi, bormi? Yo'q ekan bolalar. Endi buni merga olib berishimiz kerak. Hozirda lopatamni uyga qo'yib chiqaylik. Tak, uyga qo'yib chiqamiz. Tak, mana uni mana yerga qo'yamiz. Tak, bo'ldi bolalar. Endi merni oldiga borib, mana ularni topshirib kelishimiz kerak bo'ladi bolalar. Sizlar kanalga obuna bo'lamiz bolalar, like obuna bosamiz. Tak, mana qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, yaxshi, nimaga navbatda? Mana sizga soliq olib keldim. Mana hozir loqtiraman, o'zingiz olasiz. Tak, mana ikkita yetadimi? Ha, bugunga bo'lsa bo'ladi. Tak, uyga nima bo'ldi? Chirib ketgan-ku boya yo'lda o'tib boradi, ko'rib edim. Ha, o'zim ham hozir ko'rdim-da. Xo'p, hozir tuzataman. Tak, mana uni hozir olib tuzatishimiz kerak bo'ladi bolalar. Uyimizdan kerka olib chiqamiz bolalar. Tak, kerka olamiz. Hozir kerkam mana do'stlar, kerkani olib, mana ularni tozalaymiz bolalar. Tak, mana bu yerdan tak, bolalar, sizlar kanalga obuna bo'lib, like bosib o'tiringlar. Men hozir tosh olib kelaman do'stlar. Chiroyli toshlardan olib kelishimiz kerak bo'ladi bolalar. Shuningdek, kanalga obuna bo'lamiz, like va obunani bosamiz bolalar. Qiziqarli videolarni o'tkazdik. Buni maslik uchun kanalga obuna bo'lamiz. Tak, mana bu yerdan olsak bo'ladimi? Tak, mana bu yerdan olamiz. Tak, oyog'im. Tak, bolalar, mana bu yerdan olamiz hamma toshlarni. Tak, chotki toshlar bor ekan. Tak, kecha mer menga soliq beraman degan edi. Soliq emas, endi oylik pulimni beraman degan edi. Ertaga berishim mumkin, bilmadim. Hozirda mana bu yerga bitta tosh qo'yib chiqib olsam, uyimni tuzatamiz bolalar. Chirib ketgan narsalarni hozir tong qilib yuboraylik. Kech bo'libdi. Tak, mana bu yerdan ketamiz hozir. Uyimizni ta'mirlashimiz kerak. Chirib ketgan bo'ladi bolalar, bu merga yoqmaydi. Merda nima, mana unaqa chirib ketgan narsalarni ko'rsa, yomon ko'rib boya aytib edi menga. Keyin mana ularni hammasini bolalar qo'yib ketdi. Hammasini tozalaymiz bolalar. Mana uni ham qo'yamiz bolalar. Tak, mana ichganini ham tozalaymiz bolalar. Mana uni yangilab bo'lmasak bo'lmaydi. Bu ham chirib ketay deyapti. Tak, bittasi qolibdi, hozir uni ham tozalaymiz. Mana do'stlar, bittasi, buni ham tozalaymiz. Do'stlar, nima bu? Yo-mayo do'stlar. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Bizlar bunkermi nima bir narsa topib oldik. Ko'ramiz hozir bolalar. Ichkarisini ko'ramiz. Nima bu? Yo-mayo. Do'stlar, kanalga obuna bo'lamiz. Bunaqa qiziq videolarni ko'rishda davom etamiz bolalar. Ichkariga tushib ko'ramiz bolalar. Nima bu? Yo-mayo bolalar. Yo-mayo bolalar, mana unga qaranglar, qimmat kiyimlar. Sayf. Yo-mayo, qimmat
o'yinchilar bo'lya bolalar. Yo'may, kanalga obuna bo'lamiz, like obuna bosamiz bolalar. Qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lamiz. Hozir mana bu o'yinchoqlarni, nima, o'yinchoqlarni hammasini ko'rib chiqamiz. Mana ularni qo'yamiz. Kiyim bor ekan, bolalar kiyib ko'raylikmi? Tak kiyib ko'ramiz, qanaqa yarashgan ekan. Mana do'stlar, vau, do'stlar, chotki yarashdi, ko'rdinglarmi? Tak, endi bu kiyimni o'zimga olaman do'stlar. Bu yerda nimalar hammasi nima chiqqan bo'lsa, o'shani hammasini olaman do'stlar. Tak, mana bu yerda soldat kiyimi ham bor ekan ular. Yo'q, bola, merni qizining toji. Ko'rdinglarmi? Bu yerga yashirib qo'yibgan ekan. Nima bu? Yo'q, bola. Buni ham olamiz, bu yerga qo'yamiz. Tak, mana bu qimmat, mana bu bo'lishi mumkin, o'yinchoq bo'lishi mumkin. Bu kubok bola, oltin kubok, ko'rdinglarmi? Toshi, nima bo'lishi mumkin? Qimmat toshlar bo'lishi mumkin. Ko'ramiz, mana bu nima o'yinchoqda Minecraft o'ynayapti ekan. Buni ham olaveramiz bolalar. Tak, inventarimizga solib qo'yamiz hozir. Bu kiyimlarni ham bitta-bittadan kiyib ko'raylik bolalar. Qanaqa turar ekan menga. Men qiziqib ketyapman. Tak, hozir yo'q bola, menga loyiq deytiribdi. Ko'rdinglarmi? Kanalga obuna bo'lamiz bolalar. Zo'r chiqdi bolalar, ko'rdinglarmi? Tak, buni ham yechib qo'yamiz bu yerga. Tak, birinchi qaysisini ko'ramiz bolalar? Safedimi yoki nimani ko'ramiz? Tak, bolalar, o'zingiz kommentariyaga yozinglar, nimani ko'ramiz. Hozir men nima, mana bu bochkami, nima, o'shani ichidagi narsalarni ko'ramoqchi. Yo'q, bola, oltinga qaranglar. Oltin boyib ketdimi, bola? Yo'q, bola, ko'rdinglarmi? Avtomat. Yo'q, bola. Avtomat. Ko'ramiz bola hozir mana bu yerdagi narsalarni. Yo'q, ko'rdinglarmi? Avtomatlari ham bor bola. Oltinga boyib ketdimi? Mana sizlarga kerakmi? Olinglar, kerak bo'lsa kommentariyaga yozinglar, bitta tashlab beraman. Tak, hozirda mana ichida ko'ramiz bolalar. Ichidagi hamma narsani olamiz bolalar. Tak, avtomatlarni hammasini olib chiqamiz. Solinib ketdi. Tak, mana hammasini olamiz. Tak, inventarim to'lay deyapti. Hozirda bularni hammasini otib ko'ramiz bitta-bittadan do'stlar. Tak, qolxon ham bor ekan. Yo'q, ko'ringlar bolalar. Menga chotki bo'lib turibdi do'stlar. Shuningdek, kanalimga obuna bo'linglar bolalar. Tak, mana ko'rdinglarmi? Qanaqa bu avtomatlar? Yo'q, zo'r granata ham bor ekan. Mana bitta otib ko'ramiz bolalar hozir. Mana yo'q, portlaganini ko'rdinglarmi? Tak, aka ko'ramiz hozir otib. Mana otlar ekan bolalar, o'qi bor ekan. Buni ham otamiz hozir bolalar. Tak, nima bo'ldi? Otildimi? Bilmadim. Mana unga qaranglar, tenti bolalar. Yo'q. Tak, mana uni buzolmayapman. Hozircha ko'ramiz bolalar, buzilmayapti-da bolalar. Tak, mana bu sandiqning ichini ko'ramiz hozir. Ya'ni seyfning ichini ko'ramiz. Bu umuman buzilmas ekan. Hammasini otib ko'ramiz. Endi seyfning ichini bitta-bittadan ko'ramiz bolalar. Hozircha kanalga obuna bo'lamiz bolalar. Zo'r videolar chiqishi uchun kanalni o'tkazib yubormanglar. Tak, mana yo'q bolalar, ko'rdinglarmi? Yo'q, 6 ta izumrud. Yo'q bolalar. Mana unga qaranglar. Men yashirib qo'yibdimi, nima bu? Boyib ketdimi bu bugun? Qiziqarli video bo'lyapti. Hozircha bolalar mana shunaqa video bo'lyapti. Hozirda men mana tentini buzish uchun nima kerkamni olib kelishim kerak bo'ladi bolalar. Shuningdek, kanalimga obuna bo'linglar. Hozir mana ko'rdinglarmi bolalar? Zo'r izumrudlar ham bor ekan bu yerda. Hozir 6 taga bizlarda necha ming bo'ladi? Dollar bo'ladi-da bolalar. $1000mi yoki $1000dan ko'p bo'ladi, $100,000 yoki $50,000 bo'lishi mumkin. Tak, kerkani olib chiqamiz bolalar. Yo'q, mana buni kerka bor ekan, o'zimning qo'limda, kechirasizlar. Tak, mana sandiqni ochib, sandiqning ichiga hamma narsani solishimiz kerak. Tak, hammasini solamiz. Tak, bularni hammasini sotib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni nimamni olib qolaman men. Mana 2 ta kiyimimni olib qolaman. Menga yoqib qoldi. Tak, buni mana bu yerga yopib qo'yamiz. Hech kim bilmaydi bu yerda, hiterlar ham bilmaydi bu yerda sandiq bor ekanligini. Endi tentini buzib olishimiz kerak. Uni lavaga loqtiramiz bolalar. Hozirda tentini olib chiqamiz bolalar pastdan.
Tak, ketdik bola. Keyin bu yerni ham yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mer ko'rib qolsa, bilmadim nima qiladi. Avtomatlarni ham ko'rib qolmasa bo'ldi. Tak, mana uni ham buzamiz bola. Zo'r bo'lyapti. Yo-mayo bola. Tiqilib qoldim, jonim ketib qoldi. Tak, mana uni yopib tashlaymiz hozir mana boramiz. Tak, mana yopdik. Endi buni mana yerga qo'yamiz. Bularni hammasini aloqtiramiz bola. Mana bu toshlar kerak emas. Endi tenderni mana ichiga solib qo'yamiz. Zo'r bo'lishi mumkin, bilmadim bolalar. Tenti qanaqa portlar ekan, hozir granatani portlatib ko'rdik. Granata zo'r portladi. Mana do'stlar, zo'r bo'ldi. Tak, mana uni ichiga qo'yamiz. Tak, bola, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'linglar bola. Zo'r chiqdi bola. Buni qanaqa qilib tushunishni bilmadim-da. Shuningdek, men bunaqa qilib buni kim yasaganligini bilmadim. Kim yashirganligini bilmadim-da. Buzilib ketdimi, bilmadim-da bola. Shuningdek, kanalga obuna bo'lamiz bola. Kanalga obuna bo'lib, like obunani bosib ketamiz bola. Shunaqa video bo'ldi. Shuningdek, kanalga obunamiz. Xayr bola, sizlar bilan bo'lganman. Pixel do'stlar, bugungi video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lamiz. Xayr.